Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramını görüb atsızlar. Məzkur proqramımızda ötən bir həftə jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga münasibətlik mühim vaqealarda məlumat berimiz. Mən Erkin. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsilatlarında olsun. Yakında xalqaro aşkarlanğan lagerlar haqidagi bir yurish xizmat hujjatlari g'oyat zo'r g'ulg'ulaga sabab bo'lgan edi. Shu hujjatlarning birida boshqalarni shahvoniy filmlarni ko'rmaslikka da'vat qilgan bir ayolning diniy asabiylikka qutratqo'liq qilish bilan ayblanib, 10 yillik qamoqqa hukm qilinganligi aytilgan. Muxbirimizning bu vaqtdagi ahvol aniqlashi jarayonida bu ahvolning rostligi dalillandi. Xitoy hukumati xalqaroning Uyg'urlar haqidagi kaskin savollarga qarata izchil o'zlarining terrorlik va asabiylikka qarshi turish bilan mashg'ul bo'layotganligini bano qilib kelgan. Bu qitimqi ahvol Xitoy hukumatining bu bayonlarining asli mohiyatini yana bir qitim ko'rsatib berdi. Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi siyosiy bostirish qilmishlarining hozirgi ahvoliga qarab chiqish uchun Amerika Davlat Majlisida bir qator guvohlik berish va muhokama yig'inlari ochildi. Xitoyning siyosiy va diniy haq-huquqlarini qanday dafsanda qilish haqidagi guvohlik berish yig'inlarida mutaxassislar Amerika hukumatining texnik kuchli bir harakatda bo'lishi lozimligini alohida ta'kidladi. Uyg'ur diyoridagi lagerlar mahbuslarining majburiy emgakka silinishi temisidagi guvohlik berish yig'inida mutaxassislar Xitoy hukumatining ishga o'rinlashtirish nomida lager tutqunlarini haqsiz emgakka silayotganligini alohida ta'kidlab, bu xil emgak badaliga putib chiqqan mahsulotlarni g'arb dunyosining boykot qilishi lozimligini bildirdi. Uyg'ur diyoridagi millionlagan lager tutqunlarining biri bo'lgan Munavvar Tursun xonim yaqinda New York vaqti gazeti muxbirining 100 turani ziyoratini qabul qildi. U bu asosda yozib chiqqan tafsiliy xabarda bejirim lagerga elib ketilgan Munavvar xonimning og'ir kasal holatda chiqqanligi, shundaqla u shohid bo'lgan lagerlardagi qiyin-qistoq va jinsiy xo'rlik qilmishlari to'liq yer oldi. Munavvar xonimning o'g'li Firqat Javdat bu vaqtda so'z qilib, opasining o'lim taklitlariga qaramay bu suhbatni oshkorlashni qaror qilganligini, chunki hozirgidek zulm hamma yerga kengayotganda davomli sukut qilishning hamoqatlik bo'lganligini bildirdi. Xalqaro jamoatning lagerlar haqidagi tanqidi borgan sari yuqori pallaga chiqayotganda Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumatining raisi Shohra Zokir 9 dekabr kuni Beijingda ochilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida yana bir qitim lagerlarni aqladi. O so'zida nuqtaliq qilib atalmış kasbiy tarbiyalash maktablaridagi kursantlarning o'qish bitirib, uylariga qaytganligini ta'kidlab, Amerika boshliq g'arb davlatlari hukumatimizga tuhmat chaplashdan to'xtamayotdi degan. Muajiratga Uyg'urlar Shohra Zokirning aytganlarining yolg'on ekanligini ta'kidlab, hozirgacha o'z tuqqanlarining hali ham lagerda ekanligini bildirdi. Amerika Kengash va Avam palatasining 48 nafar a'zosi Oqsaroyga birlashma maktub yozib, Xitoy hukumatining Uyg'ur diyorida keng ko'lamli tutqun va majburiy emgakni ijro qilishiga kuchli inkos qaytarishini talab qilgan. Bu maktubda Amerika hozir Xinjiangda ko'rilayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarga taqobil turishda harakatga o'tmasa, bu bizning tariximizdagi bir cho'ng dog' bo'lib qolg'usi deb ko'rsatildi. 12 dekabr kuni yozilgan mazkur maktub Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi Kengash palatasida ovozga qo'yilishini kutib turgan mazgilda yozilgan bo'lib, texmi ko'p palata a'zolarini bu safga qo'shilishga da'vat qilmoqda ekan. Xitoy hukumatining 2022 yildagi qishliq olimpik yig'inini o'tkazmoqchi bo'lishi yaqindan buyon borgan sari ko'p sohaning tanqidiga duch kelishga boshladi. Bo'libmi, millionlagan Uyg'urni lagerlarga qamab olgan bir hukumatning tinchlik va hamkorlikning simvoli bo'lgan olimpik musobaqasiga sohibxonlik qilishi olimpik ro'yiga xilof deb ayblandi. Amerika Kengash palatasining bir qism a'zolari Xalqaro olimpik komitetiga birlashma ochiq xat yozib, ulardan Beijing shahriga berilgan olimpik musobaqasi o'tkazish huquqini bekor qilishni talab qildi. Yana bir qism obzorchilar bo'lsa, Xitoyning olimpik musobaqasi o'tkazishini 1936 yılı Natsistlar Germaniyasining olimpik musobaqasi o'tkazishi hamda orqadan Yahudilarni qirg'in qilishi bilan selishtirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar, xayr xo'sh.